Aytgancha, mana shuni aytmasam bo'lmaydi. Живица bu kedr yog'ini, kedr daraxtini yog'idan olingan. Har kuni mana shundan 5 ta ichaman, qizlar. Umuman zarari yo'q. Manaman degan yo'talni qoldirdi. Manaman degan tanadagi anaqa og'riqlar bor, shamollashdagi qoldirdi. Shunaqa zo'r narsa ekan. Arzimagan, narxi ham zo'r-ku, lekin mutlaqo tabiiy. Bolalarga ham ichiribman. Bemalol bolalarga ham bersanglar bo'ladi. Kurkuma bo'lsa, bilasizlar, zolota deyishadi. Muhim. Organizmda tink bo'lmasa, tinka qurishi davom etaveradi, bilasizlar. Vitamin C kamayib ketganda immunitet tushadi. Bular ham immunitet ko'taradi, hammasi tabiiy, ham organizmingizga eng foydali narsalar.